Mana hurmatli o'rtoqlar, Kalina buldanajni 40 qilgandan keyingi holat. Oxiriyam oldim. Oxiriyam oldim. Bunga bu bir 30 yil bo'lib qolgan bunga. Juda ham eski. Biz kelganimizda ham bor edi. Mana qirqilgan novdalar. Ancha yo'g'on novdalarni qirqdim. Yonidan ildizligi ham chiqib qoldi. Agar kimga kerak bo'lsa, jo'natishim mumkin. Kattagina. Yuqori qismidan kesib qo'ydim. Tagida ildizi oz, lekin bor. Yuqori qismini keyin nima olib ketsa, mana yuqori qismidan ham ko'karadi baribir. Yana yonda yangilari ham bor. Mash holatga keldi. Oxiri ham oldim. Har tomonlama endi qirqmasangiz gullari maydalashib ketadi. Shuning uchun gulla bo'lgandagi har yili qirqib turasizda. Keyin har 3 yilda, 4 yilda eski novdalardan birortasini olib tashlaysiz. Men bundan 2 yil oldin bunaqa generalni qilib olib tashlagan edim, yo 3 yil oldin ekan. Yo'g'on novdalarni olib tashlagan edim. Mana pinki mashlar olingan edi. 3-4 yil oldin. Menimcha 3 yil oldin agar adashmasam. Mash holatda keldi endi. Mana busini ham olib tashlash kerak edi. Bitta novda sen turib tursinchi. Bu ham lekin juda mayda gullaydi. Olib tashlarim ekan. Bittasi olib tasharkanman baribir. Buni ham olib tashlayman. Kerak emas. Kattalar qolsa bo'ladi. Orada men shu ham под вопрос turibdi. 1 yil tursinchi, yana yilga ko'ramiz. O'zgarmasa, maydalashsa, buni ham olib tashlayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.